Har kuni bepul quyosh Florida shtatidagi Sent-Petersburg shahrida chiqmaydi. Bu 1910-yildagi gazeta e'loni va u quyosh taklifi deb atalgan va va'da berilgan. Quyosh taklifi shuni aytardiki, agar qachondir quyosh chiqmasa, siz obunachi bo'lsangiz ham, mijoz bo'lsangiz ham, begona bo'lsangiz ham farqi yo'q. Ertasi kuni gazetani bepul olardingiz. Ular bu va'dani gazetalarda chop etishgan va bu kelishuvni reklama qilish uchun otkritkalar ham chiqargan. Yomon ob-havoga qarshi tikilgan bu garov quyoshli shahar sifatidagi reklama va obro' hozirgi kungacha saqlab qolingan. Mahalliy Reddit mavzularida yomg'irning sirli va biroz g'alati darajada kam yog'ishi muhokama qilinadi. Shahar esa hatto Ginnesning eng uzun ketma-ket quyoshli kunlar rekordiga egasi. 1960-yillar oxirida 768 kun. Lekin gap shundaki, bugun yoz faslida Sent-Petersburgda Sietldan ham ko'proq yomg'ir yog'ishini osonlikcha bilib olish mumkin. Holbuki Sietl yomg'irli shahar sifatida tanilgan. Xo'sh, qanday qilib ikkala gap ham to'g'ri bo'lishi mumkin? Sent-Petersburg doim quyoshlimi yoki yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, nega unda bunday obro'ga ega? Bu videoda Sent-Petersburgni quyoshli qiladigan ba'zi omillarni ko'rib chiqamiz. Lekin boshida shuni aytish mumkinki, ob-havo murakkab va xilma-xil. Shuning uchun avval kattaroq miqyosda boshlaymiz. Xaritada Floridaning kenglik chizig'iga teng bo'lgan boshqa joylarga qarasak, u yerda dunyoning eng mashhur sahrolar joylashganini ko'ramiz. Va bu ko'p jihatdan havo bosimi bilan bog'liq. Agar eng katta manzaradan boshlasak, ya'ni yer sharidan, quyosh yerga nur sochadi, ekvatorga, qutblarga qaraganda ko'proq nur beradi. Bu havoni isitadi va u yuqoriga ko'tariladi. Oxir-oqibat stratosferaga yetib boradi. Bu esa xuddi chipga o'xshaydi. Endi ko'tarilishga joy qolmagach, havo yon tomonga tarqaladi. Yer yuzasidan va ekvatordan qancha uzoqlashsa, havo shuncha soviydi. Soviganda u pastga cho'kadi va jarayon yana takrorlanadi. Bu albatta soddalashtirilgan tushuncha. Yer aylangani sababli havo ekvatorda yuqori ko'tarilib, shimolga qarab harakat qiladi, lekin taxminan 30 daraja shimolda buriladi va aynan shu yerda to'planadi. Shu sababli ekvator atrofida butun yil davomida ko'tariluvchi havo kamari mavjud. Ko'tariluvchi havo bo'ronlar uchun juda qulay. Havoni machalkaga o'xshatish mumkin. Isigan sari u kengayadi, namlikni yutadi va ko'tariladi. Soviganda esa siqiladi. Bir payt kelib, u namlikni ushlab tura olmaydi va yomg'ir yog'adi. Global miqyosga qaraganda bu ko'tarilish va cho'kish jarayoni qayerda yomg'ir yog'ishini yoki yog'masligini belgilaydi. Florida esa taxminan 30 darajada joylashgan bo'lib, bu odatda yomg'ir kam yog'adigan hudud. Demak, u sahro bo'lishi kerak, lekin unday emas. Buning sababi atrofini suv o'rab turgani. Sent-Petersburg mana shu yerda. Floridaning katta yarim orol ichidagi kichik yarim orol joylashgan. Quruqlik va suvning juda yaqin bo'lishi bo'ronlar hosil qilish uchun juda qulay. Quruqlik okeanga qaraganda ancha tez qiziydi. Bu harorat farqi bosim farqini yuzaga keltiradi. Shuning uchun quruqlik ustidagi issiq havo ko'tariladi. Okean ustidagi salqin havo esa uning o'rnini egallash uchun oqib keladi. Bu dengiz shabadasini hosil qiladi. Natijada okean ustidagi osmon odatda tiniq bo'ladi. Bulutlar esa ko'proq quruqlik ustida paydo bo'ladi va bu bulutlar shabada tufayli ichkariga qarab harakatlanadi. Yomg'ir odatda plyajdan ichkarida yog'adi. Shuning uchun ko'pinchasining plyajdagi dam olishingiz quyoshli o'tadi. Lekin ichkarida tushdan keyin bo'ron bo'lishi mumkin. Florida ikki tomondan suv bilan o'ralganligi sababli bu ta'sir har ikki qirg'oqda yuz beradi va qarama-qarshi dengiz shabadalari to'qnashadi. Agar Floridaning sharqiy qirg'og'iga qarasak, Atlantika tomonida ancha tekis. Shu sababli u yerdagi dengiz shabadasi bo'ronlari butun qirg'oq bo'ylab bir necha kilometr ichkariga paydo bo'ladi. Ammo ko'rfaz tomoniga qarasak va qirg'oq chizig'ini Cedar Key'dan Minneapolis va Fort Myer'sga tekisak, bu deyarli to'g'ri chiziq hosil qiladi va dengiz shabadasi bo'ronlari odatda aynan shu chiziqda yuzaga keladi. Sent-Petersburg esa Floridaning qolgan qismidan biroz chiqib turgani uchun mana shu oltin o'rtacha hududga tushib qoladi. Bu yerda ko'plab bulutlar namlik yomg'irga aylanishdan oldin shaharni chetlab o'tib ketadi. Dengiz shabadasi tuzilishi va geografiya uyg'unligi Sent-Petersburgning qo'shnilariga nisbatan ko'proq quyoshli kunlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Endi esa Bermuda yuqori bosimi hududi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik Bermuda High haqida dovullar bilan bog'liq holda eshitgan. Bu Atlantikada kengayib torayib turadigan bosim tizimi bo'lib, u dovullarni Floridadan chetga burib, AQShning sharqiy qirg'og'i bo'ylab yuqoriga yo'naltirishi mumkin. Sent-Petersburgga keladigan bo'lsak, odatda dovullar Atlantikadan yarim orol orqali yoki janubdan yuqoriga qarab keladi. Ammo bu tizim doim o'zgarib turadi va o'tgan yil ko'rganimizdek bo'ronning to'g'ridan to'g'ri shaharga urilishi ham mumkin ekan. 2024-yilda Milton dovuli kabi bu bo'ron bir soat ichida Sent-Petersburgga 5 dyum yomg'ir yog'dirdi. Biror joyda bir soatda bunchalik yomg'ir yog'ishi juda noyob holat. Sent-Petersburg dovul devorining shimoliy tomonida joylashgan edi va atmosferadagi barcha sharoitlar shimoliy tomondagi
yomg'irni yanada kuchaytirdi. Ammo bundan oldingi 175 yil ichida bu hududda faqat 2 marta yirik dovulni boshdan kechirgan: 1848 va 1921-yillarda. Endi bu jadvalga qaytamiz. Sankt-Peterburg va Sietlning o'rtacha oylik yomg'ir miqdorini solishtiramiz. Ba'zi oylarda Sankt-Peterburg anchagina yomg'irli ko'rinadi, lekin gap shundaki, ko'proq yomg'ir har doim ham kamroq quyosh degani emas. Florida issiq bo'lgani uchun havoga ko'proq suv bug' ko'tariladi. Shuning uchun yomg'ir yog'sa, u qisqa va juda kuchli bo'ladi. Seatlda esa sovuq okeanlar sabab osmon ko'pincha bulutli bo'ladi. Yiliga 30 dyuym yomg'ir yog'adi. Florida esa yiliga 40-50 dyuym yomg'ir olishi mumkin, lekin baribir juda quyoshli joy hisoblanadi. Sankt-Peterburg tarix muzeyida quyosh soat 2 gacha chiqmasa gazeta bepul berilgani haqida otkritka topdim. Guinness vakili esa bugungi kunda quyoshli kun milliy ob-havo xizmati mezonlariga mos kelishini aytdi. Osmonning 1/8 qismidan kamrog'i bulut bilan qoplangan bo'lishi kerak. 768 kun biroz oshirib yuborilgandek tuyuladi, lekin meteorologik jihatdan qaralsa, gap statistikada. Kun davomida quyosh asosan chiqib turgan bo'lsa, 10 daqiqa yomg'ir yog'sa ham u baribir quyoshli kun hisoblanadi. Marketing va haqiqatni ajratish qiyin, lekin 78 yil ichida faqat 296 ta gazeta bepul tarqatilgan. Bu yilgi 6 ta yomg'irli yoki bulutli kun degani. Asl e'lon esa shunday edi: Qo'shma Shtatlardagi abadiy quyoshga eng yaqin joy Sankt-Peterburg, abadiy yoz maskani. Bu mutlaqo to'g'rimi bilmadim, lekin ob-havoga qarshi tikilgan garovni yutqizganingizda bahslashish qiyin.